sayohatimiz davom etadi. Bugun biz sizlarga Nechangning eng populyar restoranlaridan biri Green Garden deb nomlangan restoranga olib kiramiz. Bu yerda krokodildan boshlab xo'jayinimda aytishlaricha mening dugonam ilonxonni pishirishlarini hammasini bugun ko'rsatamiz sizga. 250 dong turadi. 250 soat 6 kechki paytdan 10 gacha nima olib yesangiz bo'ladi. Faqat o'zingiz pishirib, bitta xom narsalar hammasini o'zingiz pishirasiz ustalingiz ustida. Marhamat. Вот krokodil pishirilyapti bu yerda, krokodil. Mister, Ne siz Gülmira? Mana bu yerda lobster pishirilyapti. Lobster grillga tashlangan, grillda pishadi. Ante pastasi timsoh. Krokodil. Saçlarla zaten tu oli mora oli kar. Lobster pishirilyapti. Шведский стол, хлеб, разные колбасы, салаты, арка зеленая, кульбаб, помидор, огурец, манго, арка салатлар. Mana bu yerda ustritsa turibdi. Ustritsa. Rakshkani har xil namunada, voy, ochiqlik sifatida hammasi xom bo'ladi. Rakshkani bular biz daryomizda tiqilib yotibdi. Daryomizda. Ушки дасите? Bu yerda osminogni oq rangligidan peripravasini har xil qilingan. Mana bu yerda yana o'sha kurkuma peripravasi bilan yana bir osminog. Hammasi bular marinovat qilingan. Riba mech. Go'shti mana bu. Krokodil. Qurboqqachani go'shtlari. Qurboqqa. Krevetki. Это такие креветки, да? Да, вот креветки. А вот здесь шашлыки из страуса. Вот страус. Шашлыки. Головцida. Gol go'shtidan shashlik. Gol go'shtidan go'sht.
как похож на рыбу. Да. Что это? Рыба? А, нет, свинина. Свинина? Да, вот свинина. Bitta bor ekan. Cho'chqa go'shti da. Bu sousdan tayyorlangan hazır ovqatlar yana. Sutchilarga o'xshaydi bular. Brunch, ris, lapsha, ugro deymiz biz. Kartoshka fri. Drakon mevasi. Tarvuz. Kukuruz. Makka. Saska pularga saska. Kotleta. Mana bunisi ham golubchisi ham juda ajoyib. Buni shundaycha yeydi, уже tayyor. Горох, ananas. Mana drakon kesilgan mevasi. Hamda banan. Мороженое. Bu yer bizni stolimiz. O'zim aytganimdek, har kimni o'zi pishiradi. Har bir ustalning ustida mana bunaqa alov yonib turadi. Shu ustida mana bunaqa grillga o'xshagan bor. O'tni ustiga qo'yasiz. Grill qilib hammasini pishirasiz. Bizda hozir ustritsa, krevetki, har xil rakushkalar, sakkizoyoq осьминог и mana bu. Ne tovaygana çağda iso. Mana dugonamda olib kelishdi, pishirgani. Ilonni olib kelishdi. Endi ham grillda ilonni pishirishadi. Bu yerga ikkita ilonni bitta qilgan. Bechoragina-ya. Shunaq grillda pishiryapti buni. Qanday dahshat. Nói sao? Có đòi nghe chưa? Bume. Grillimizda krokodil go'shti, tovuq go'shti, straus go'shti hamda mol go'shti pishirilmoqda. Naturalniy ananasovый sok.
ko'yapti. Hai. Con thằng này. Grill Garden restoranimiz odamlarga to'la. Orange boshqa peshlar. Xomashyo. E'lon tayyor bo'ldi. Issiqlarini oldi. Kalasını istedi. Có cái trên á, trên á. Cái này có chia ra hay là cứ bóc? Chia cho người ta miếng thuốc miếng gì đó chia ra. Mấy nè, lúc đầu tiên là cho nó lên á. Cho quanh. Quanh lên. Дима, я очень рада, что ты взял яички. Ilon go'shti. İlonni yeyapti.